هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، وأخلص نيتي دوما لرب واحد ديان بروح ملؤها طهور. Sure Zümer tefsiri 62. ayetten başlayıp okuyayım inşallah. Bismillah, elhamdülillah, salatu vesselamu ala Resulillah. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Tövende diktanlağa İbn Kesir rahimahullah'ın Kur'an-ı Kerim tefsiri Uygurca tercümesi Zümer suresi 62. ayetten başlayıp okuyayım inşallah. Euzubillahimineşşeytanirracim. Allah hemme nersini yaratqıçıdır. Hemme nersiga hamidir. Ularni xohlagancha tasarruf qiladi. Osmonlarning va zaminning xazinalarining ochqishlari Allohning ilkididir. Allohning oyatlarini inkor qilganlar en shular ziyon tortqichlardir. Ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, aytqinki, ey nadonlar, meni Allohdan g'ayriga ibodat qilishga buyurumsizlar. Sana ve senden ilgiriki peygamberlerge eğer sen Allah'a şerik keltirsen senin amelin elbette bekar bolup ketidi. Sen elbette ziyan tortqichlardan bolup qalsan. Belki yalğız Allah'a ibadet qilgin ve şükür qilg'uchilardan bo'lgin deb vahiy qilindi. Allah Teala'nın yaratqıcı ve boshqarg'uchi ekanligi, Allah Teala'ga şirik keltirishning qilgan amalni bekor qiladiganligi to'g'risida. Allah Teala bu oyatda o'zining barliq shaylarni yaratquchi ekanligidan, ularning Rabbi, podshohi va ularni o'zi xohlagancha boshqaruvchi ekanligidan xabar berdi. Barliq narsalar uning idora qilishi, tizginlash va muhofazat qilishi ostidadir. Osmonlarning va zaminning xazinalarining ochqishlari Allohning ilkididir. Bu oyatning umum ma'nosi bo'lsa, hamma narsa Allohning ilkididir. Allah buyukdir va yuksakdir. Podshohlik va barliq maqtashlar Allohga xosdir. U har narsaga qodirdir deganlik bo'ladi. Allohning oyatlarini inkor qilganlar, ya'ni Allah'ның dalil isbatlarını inkar qilganlar en şula ziyan tortqichlardir. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, aytqin ki, ey nadonlar, meni Allah'tan g'ayriga ibodat qilishga buyurumsizlar. Tafsirshunoslar bu oyatning tushish sababi to'g'risida İbn Abu Hatem ve başkalardan İbn Abbas radıyallahu anhumanın mundaq deganligini tilga aldı. Müşriklar özlerinin bilimsizligidan Peygamber aleyhisselamni özleri ibadet kıladigan ilahlarga ibadet qilishga, özlerinin mu Peygamber aleyhisselam bilan onun ilahiga birlikte ibadet qilishga chaqirdi. Şunun bilan Allah bu oyatni tushirdi. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, aytqin ki, ey nadonlar, meni Allohdan g'ayriga ibodat qilishga buyurumsizlar. Sana ve senden ilgirki payg'ambarlarga agar sen Allohga shirik keltirsang, sening amalin albatta bekor bo'lib ketadi. Sen albatta ziyon tortqichlardan bo'lib qolsan. Balki yolg'iz Allohga ibodat qilgin va shukr qilguvchilardan bo'lgin deb vahiy qilindi. Allah Teala bu vaqtda undaq dedi. Agar ular, ya'ni payg'ambarlar shirik keltirsa edi, albatta ularning qilgan yaxshi amallari albatta bekor bo'lib ketadi. Balki yolg'iz Allohga ibodat qilgin va shukr qilguvchilardan bo'lgin deb vahiy qilindi. Ya'ni ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, sen va sana ergashganlar, sana ishonganlar hammanglar hech shirki bo'lmagan yolg'iz Allohga xolis ibodat qilinglar.
Ular Allah'ni haqiqiy ravishda tanımadi. Qiyomat kuni zamin butunlay Allohning changilida bo'ladi. Osmonlar Allohning o'ng qo'lida qotlinib turdi. Allah ular, ya'ni mushriklarning shirk keltirgan narsalardan pokdir va ustundir. Mushriklarning Alloh taoloni haqiqiy ravishda tanimaydiganligi to'g'risida. Ular Allohni haqiqiy ravishda tanimadi. Ya'ni mushriklar Alloh taologa boshqa narsani qo'shib ibodat qildi. Alloh taoloni haqiqiy ravishda tanimadi. Allah kattadır. Allah taolodan katta hech narsa yo'qdir. Allah her narsaga qodirdir. Allah her narsaning egisidir. Her narsa Alloh taoloning boshqarishi va qudrati ostidadir. Mujahid bu oyat Quraysh qabilasi haqida tushdi dedi. Suddi bu oyatning ma'nosini mushriklar Alloh taoloni haqiqiy ravishda ulug'lamadi deganlik bo'ladi dedi. Muhammad ibn Ka'b agar mushriklar Allohni haqiqiy ravishda tanigan bo'lsa, Allohga yolg'onni choplamaydi dedi. Ali ibn Abu Talha ibn Abbas radhiyallohu anhumaning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Ular Alloh taoloni haqiqiy ravishda tanimadi. Oyat ko'rsatilgan kishilar Allohning ularga qodir ekanligiga iymon etmagan kafirlardir. Kimiki Allohning har narsaga qodir ekanligiga iymon keltirsa, u Alloh taoloni haqiqiy ravishda tanigan bo'ladi. Kimiki Alloh taoloning har narsaga qodir ekanligiga iymon keltirmasa, u Alloh taoloni haqiqiy ravishda tanimagan bo'ladi. Bu oyat karimga aloqador nurg'un hadislar bayon qilindi. Bu oyatni va shuningga o'xshash oyatlarni tushunishda salaf ulamolarining tutgan yo'lini tutish kerak. U yo'l bu oyatlarni Alloh taoloning qandoq ekanligiga ma'ni bermasdan, o'zgartib ma'ni etmasdan, Qur'onda qandoq kelgan bo'lsa, shu bo'yicha o'qib o'tishga bo'ladi. İmam Buxoriy Alloh taoloning ular Allohni haqiqiy ravishda tanimadi degan oyat haqida Abdullah ibn Mas'ud radhiyallohu anhuning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Yahudi ulamolaridan bir olim payg'ambar alayhissalomning oldiga kelib, "Ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, biz haqiqatan g'olib Allohning osmonlarni bir barmoqiga, zaminni bir barmoqiga, daraxtlarni bir barmoqiga, suv va tuproqni bir barmoqiga, qolgan maxluqotlarni bir barmoqiga ilib, men podshohdirman deydiganligini bilamiz" dedi. Payg'ambar alayhissalom bu olimning so'zini tasdiqlab kulib edi. Kulkidan iziq tishlar ko'rinib qoldi. Ondan payg'ambar alayhissalom ular Allohni haqiqiy ravishda tanimadi. Qiyomat kuni zamin butunlay Allohning changilida bo'ladi degan oyatni o'qidi. Bu hadisni Imom Ahmad, Muslim, Tirmiziy va Nasa'iy qatorliqlar rivoyat qilgan. İmam Buxoriy Abu Hurayra radhiyallohu anhudan payg'ambar alayhissalomning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Alloh taolo zaminni changiliga oladi. Osmonlarni o'ng qo'lida qatlaydi. Ondan men podshohdirman, zaminning podshohlari qani deydi. Bu hadisni Imom Muslim rivoyat qilgan. İmam Buxoriy boshqa bir o'rinda Ibn Umar radhiyallohu anhumadan payg'ambar alayhissalomning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Shak shubhisizki Alloh taolo qiyomat kuni zaminlarni bir barmoqiga oladi. Osmonlar Allohning o'ng qo'lida qatlanib turdi. Ondan Alloh men podshohdirman deydi. İmam Ahmad ibn Umar radhiyallohu anhumaning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Payg'ambar alayhissalom bir kuni munbar ustida turib, ular Allohni haqiqiy ravishda tanimadi. Qiyomat kuni zamin butunlay Allohning changilida bo'ladi. Osmonlar Allohning o'ng qo'lida qatlanib turdi. Allah ular, ya'ni mushriklarning shirk keltirgan narsalardan pokdir va ustundir degan oyatni o'qidi. Payg'ambar alayhissalom
qo'lini pulanlatib turib, Rab o'zini men qahri qilg'uchi, men ulug'liq egisi, men podsho, men g'olib, men keramlik deb ulug'laydi degan so'zlarni qilganda munbar titrab ketdi. Biz payg'ambar alayhisalomni munbar bilan teng yiqilib tushadigan bo'ldi deb ansirab qilishdik. Bu hadisni Imom Muslim, Nasai va Ibn Majah qatorliqlar rivoyat qilgan. La ilaha illalloh Muhammad rasululloh. Sur chilinganda osmonlardagi va zimindagi Allah xalqandan boshqa maxluqotlarning hammasi o'ladi. Ondan sur ikkinchi qitim chilinganda nagahan ular turib, nimaga buyurilganliklariga qarab turdi. Mahshargoh Rabbining nuri bilan yoriydi. Nomi amallar hozir qilindi. Payg'ambarlar va guvohchilar keltirildi. Ularning orasida adil hukm chiqarildi. Ularga zulm qilinmaydi. Har odamga qilgan amalining savobi to'liq berildi. Allah ularning amallarini obdan bildi. Surning chilinishi, hukmning chiqarilishi, mukofot va jazoning berilishi to'g'risida. Allah Teala qiyomat kunining qo'rqinchisidan, u kunda bo'ladigan buyuk alomatlardan, qo'rqinchli tavrinishlardan xabar berib mundaq deydi. Sur chilinganda osmonlardagi va zimindagi Allah xalqandan boshqa maxluqotlarning hammasi o'ladi. Bu ikkinchi qitimliq sur bo'lib, o'lim suridir. Bu sur bilan teng Allah xalqandan boshqa osmonlar va zimindagi butkul jonliqlar o'ladi. Ondan Allah qolganlarning jonlarini oladi. Taki eng oxirida o'ldig'ini can alg'uchi farishta malakul maut bo'ladi. Hamish tirik, hammani idora qilib turadigan, azaldan bor bo'lgan Allah la yolg'iz qoladi. U davomliq mangu qolg'uchidir. Ondan Allah bugun podshohlik kimga xos degan so'zni 3 qitim deydi. Ondan o'ziga o'zi javob berib, podshohlik g'olib bir Alloh xosdir. Menni yolg'iz edim, hamma narsaning ustidan g'olib keldim. Hamma narsani tugashga hukm qildim deydi. Ondan birinchi qilib Isrofilni terildirdi va uni yana bir qitim surchilishga buyurdi. U 3-chi qitimliq sur bo'lib, jonliqlarni terildirish suri bo'ldi. Ondan sur 2-chi qitim chilinganda nagahan ular turib, nimaga buyurilganliklariga qarab turdi. Ya'ni ular chirib ketgan, so'ngaki aylanib ketgandan keyin terik holatiga kelib, qiyomat kunining qo'rqinishlariga qarab turdi. Bu vaqtda Alloh taolo mundaq deydi. Bir sayha, ya'ni Isrofilning sur chilishi bilanla ular, ya'ni jimi xaloyiq yer ostidan zaminning ustiga chiqib qoldi. Shu kunda Alloh sizlarni chaqirdi. Sizlar uningga hamd etib ijobat qilasizlar va dunyoda faqat ozgina tug'andek o'ylaysizlar. Allohning osmon zaminni o'z amri bilan muallaq turg'izishi Allohning kamol qudratini ko'rsatadigan alomatlardandir. Ondan Allah qabrlarda ko'milib yotgan sizlarni yer ostidan chaqirsa, darhol chiqsizlar. Imom Ahmad rivoyat qilgan bir hadisda mundaq deb keldi. Bir kishi Abdullah ibn Amr radhiyallohu anhuga sen haqiqatan falan ishlar yuz berganda qiyomat bo'ladi debsan deydi. Abdullah ibn Amr, men haqiqatan sizlarga biror narsa to'g'risida so'zlamaslikni niyat qilib ketdim. Men faqat ozroq muddatdan keyin sizlar katta bir ishni ko'rsizlar degan edim. Chunki men payg'ambar alayhisalomning mundaq deganligini anglagan. Ummatim ichida dajjal chiqib, ularning ichida 40 turdi.
40 kun mu, 40 oy mu, 40 yil mu, 40 kecha mu, buni bilmayman. Ondan Alloh taolo Maryamning o'g'li Isa alayhissalomni avatidi. U dal Urva ibn Mas'ud Saqafiyning o'ziga o'xshaydi. U kishilar orasida yashaydi. Ondan Alloh uning jinini oladi. Ondan insonlar Isadan keyin 7 yil yashaydi. Bu yillarda kishilar o'zaro hech qanday o'ch adovat bo'lmagan holda xotirjam yashaydi. Ondan Alloh taolo mayin bir shamolni avatidi. Bu shamol qalbida zarrachilik iymon bor bir mu kishini qoldirmasdan jinini elib ketadi. Agar ulardan biror kishi tog'ning o'nkiriga kirib olsa-mu, shamol shu yerga kirib uning jinini oladi. Shuningdan keyin nihoyat eski yirtqich hayvonlardek kishilar qoladi. Ular yaxshilikni bilmaydi, yomonlikdan yonmaydi. Shayton ularga inson suratida bo'lib kelib, da'vatimni qabul qilmamsizlar deb ularni butlarga ibodat qilishga buyurdi. Ular butlarga ibodat qiladi. Shu mezgillarda ularning rizqlari mo'l, terikchiliklari yaxshi bo'ladi. Ondan keyin sur chelindi. Surning ovozi yetgan odam uni quloq silib anglaydi. Birinchi bo'lib anglagan odam ko'lchikini yasayotgan bir odam bo'lib, u bu ovozni anglagandan keyin o'ladi. Ondan yer yuzida hech kim qolmay hammasi o'ladi. La ilaha illalloh Muhammad rasululloh. Ondan Alloh taolo go'yo shabnamga o'xshaydigan yomg'ir yog'dirdi. İnsanlarning jasadlari shu yomg'irdan unib chiqdi. Ondan yana bir qitim sur chelindi. Ular nagahan o'rinlaridan turib, nimaga buyurilganliklariga qarab turdi. Ondan ey insonlar, Rabbinglarning oldiga kelinglar deyildi. Ularni to'xtatib turinglar, chunki ular jimi so'zlari va ishlaridan savol so'roq qilindi. Ondan devzaq ahlini tartib chiqaringlar deyildi. Farishtalar qanchadan qanchani chiqaramiz deydi. Her 1099'ını çıkarınlar deyildi. Bu günde devzaqning dahşetidan bolalarning chechi aqirib ketadi. Bu günde ish qiyinlashidi. Bu hadisni Imom Muslim rivoyat qilgan. La havla va la quvvata illa billah. İmam Buxoriy Abu Hurayra radhiyallohu anhudan Payg'ambar alayhissalomning mundaq deganligini rivoyat qiladi. İki surning oraliqi 40 bo'ladi. Abu Hurayra radhiyallohu anhudan buni anglaganlar, ey Abu Hurayra 40 kun mu dedi. O yo'q dedi. Ular 40 oy mu dedi. O yo'q dedi. Ular 40 yil mu dedi. O yo'q. İnsanning quyruq so'ngidan boshqa hamma yeri chirib tugaydi. İnsan o'zining quyruq so'ngidan qayta terildiriladi dedi. Mahşergah Rabbining nuri bilan yuriydi. Ya'ni qiyomat kuni Alloh taolo xaloyiq orasida hukm chiqarish uchun ko'ringanda mahşergah Allohning nuri bilan yurib ketadi. Nam amallar hozir qilindi. Bu oyatning ma'nosi haqida Qatada nam amallar yozilgan kitob keltirildi. İbn Abbas radhiyallohu anhuma payg'ambarlar Alloh taolaning elchiligini qavmlarga yetkazganligi haqida ularning ustidan guvohlik berdi dedi. Bendilarning yaxshi yomon amallarini yozgan farishtalarmi guvohlik uchun keltirildi. Ularning orasida adil hukm chiqarildi. Ularga zulm qilinmaydi. Alloh taolo bu vaqtda mundaq degan: Qiyomat kuni biz amallar tortiladigan adolat tarozisini o'rnatamiz. Hech odamga qilch uval qilinmaydi. Yani yaxshi odamning yaxshiligi kemaytib etilmaydi. Yomon odamning yomonligi oshirib etilmaydi. Agar uning qichichaqliq amali bo'lsa-mu, uni hozir qilamiz. Bandilarning amallaridan hisob olishga biz yetarlikmiz. Alloh haqiqatan zarracha zulm qilmaydi. Agar Alloh uni hassilab ziyoda qiladi, o'z dargohidan buyuk ajr, ya'ni jannat ato qiladi. Her adamga qilgan amalining savobi to'liq berildi. Yani
Allah yaxşılıqның savabını və yamanlıqның cəzasını toluq berdi. Allah ularning əməllərini obdan bildi. Elhamdülillah. Yuqorida Sure Zumar təfsiridən 70-ci ayətqacha anladınlar. Axirini keyin qitimliq oqishimiz davomlashtiramiz inshaalloh. Və sallallahu ala Muhammad və ala alihi və sahbihi ecmaîn. Esselamu aleykum və rahmetullahi və berekatuhu.